Tez yordamga yo'l beramiz, yo'l ochamiz. Короче, bolalarga choyxona esingdan chiqmasin. Hey, bo'ldi dedim hozir. Davay, gaplashamiz, bo'pti. O'zingni asra. Kelo qamislar. Mashinaga. Sabr qilasizmi? Doktor bir narsa qilinglar, iltimos saqlab qo'yinglar. Jon qizim, iltimos. Jon qizim, asina sabr qil. Jon qizim. Skor yo'l beramiz. Asina sabr qil. Hozir yaxshi bo'lasan. Parklarga boraman qizim. Sabonga olamiz yo'lni, sabonga olamiz, yo'lni ochamiz. Qochmaydimi yo'lda? Dede yordam bering. Doktor, bir narsa qiling, iltimos saqlab qoling qizim, iltimos. Ularga hamma ish qilyapmiz. Ko'ryapsizmi, yo'lda tirdan ustiga shoferlar yo'l bermayapti bizga. Tez yordamga yo'l beramiz, o'ngga olamiz, yo'lni ochamiz. O'shni men hijolatga keldim. 500 dollar pul zo'ril bo'lib qoldi. Berib tura olmaysanmi? Nima deganing bu? Berib tura olmaysanmi? Bitta uraymi? Men 600 cho'ntagingni ham yursin. Kam rahmat. Yana pul uchun aka gapiryapti demagin. Doim sen tarafingni o'ylayverman, bilasan-a? Qayda kim nima desa. Tez kunda qaytaraman. Aka sizni bilaman-ku. Zarur bo'lmasa so'ramaysiz. Ey, mahallamizdek Nozik qaytib kelibdimi? Eshitdinglarmi? Ha? Ha, polvon, sanda ortmasa kerak, sekin bakirlab ol. Undan qizig'i bor. Bezo degan bor, bittada ko'tarilib, bittada sinibdilar. Mashina, uy-joy, hamma narsani sotib, mahalladan ko'chib ketayotgan ekanlar. Tag'in yetmaganing hasharga chaqiryaptilar. Singan odamni hasharga kim borardi? Masalan, men bormayman. Salla bormasalar, men ham bormayman. Uydagilarni o'tpatga olib boraman deb tikka chopaman. Shunaqa payt holidan havolab qo'ysak nima deysizlar? Voy aqlli. Voy sanam, yana ikkidan bo'ri paxta qo'yib edi, o'zingcha yangilik qilmagin-a. Bundan ko'ra mana yangi mashina valxon olgan. Ashi yuramiz ertagalik. Bo'ldi, bitta oshmandan. Bo'lmasa ertaga osh aytaman, bolalar ko'rishamiz, men boradigan joylarim berdi. Mayli. Umar, to'xta, meni ham olib ket. Bo'pti, bolalar ko'rishamiz. Mayli. Ha, Bekzod, keldim, oshna shartga alakatsanga. Qaydasan? Ha, bo'ldi, ko'rdim oshna. Oshna, shuncha ish o'tilmagan, meni xabarim yo'q. Mana bu oshna, xohla sot, xohlamayın, bo'rim shu. Oshna, mana bu yerda men. Borim shu. Agar bu ham yetmasa, uyda sotadigan narsalarim bor. Yordam qilaman qo'limdan kelgancha. Sizlar uchun mening qolgan bolalar qani? Bitta mashina deysan, bitta pul deysan. Mashinamni sotgan bo'lsam, yangi mashina oldim. Uyimni sotgan bo'lsam, kattaroq uyga ko'chay deb sotdim. Assalomu alaykum aka. Nima ko'chada o'tirsiz? Uyga kirmaysizmi? Sani ham o'zi ushlab bo'lmay qoldi. Ko'rish ham qiyin bo'lib qoldi. Bir minutga o'tirganman deb. Nima berdi? Menga qara. Ko'p kuzatib yurmang, yoningda yurgan o'rtoqlaring menga yoqmayapti-da. Hozir puling ko'p. Yoningda puling bor. Puling bo'lgani uchun o'rtog'ing ko'p. Boshingga bir yomon ish tushsa bilib qo'ygin. Meni ham boshimdan o'tgan bu narsa. Hech qaysi o'rtog'ing qolmaydi. Shunga o'shaning uchun o'zingga qarab, yo'llaringni qarab, o'zing yurgin. Aqlli yigitsan o'zi. Shuni aytib qo'ymoqchi edim, bolam. Mana bu mashina o'zingga nasib qilsin.
Bu puling. Yaxshi kunlaringga ishlat. Sizda-chi, qaysi toifadagi do'stingiz ko'proq? Kommentariyada belgilab keting. Qarang, mashina haydalmasa ham yudirib qo'yiladi. Qo'ni qo'shni nima deydi, bu ikkiga pul yo'q ekan deb o'ylaydi. Assalomu alaykum, Botir aka, yaxshimisiz? Qalaysizlar? Sog'liklar yaxshimi? Rahmat. Bu katta bo'lib ketganingni qarang, mahallada yurardik men bundoq bo'lib. Men bolani tanimadim. Ha, bu jiyanim bo'ladi. Ha, yaxshi. Nima gaplar uka? To'y boshlab qo'ydik, shu desa maslahatingizni olay deb keldim. O, gap bo'lishi mumkin emas. Juda yaxshi ishni boshlabsan. Maslahat oladigan bo'lsang, ukam to'yni zo'r to'yxonada qilasan. Karta ishni bangillatasan. Tushunsanmi? Hammani o'zida qolish kerak. Hamma aytadiki, bir kunda o'tadi ketadi to'y deydi. Hech bo'lmagan gap. O'sha shov-shuvli bo'lish kerak. Birovdan qarz olib qilasanmi? Artistlarni dodvoy deganlardan olib kelib, ustilaridan soqqalarni sochib, tushunsan, to'y bo'lgandan keyin mana shunaqa narsa bo'lish kerak. Chekkaroqda o'ynaylar, mashina kelyapti. Bir qo'lni olib qo'yaylik. Assalomu alaykum, rais va. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, kattaga to'y qo'yganing qara. Otang yaxshi yuribdimi? Ha, yaxshi, rahmat, yuribdilar. Shu desangiz to'y boshlab qo'ydik. Ha, juda yaxshi bo'libdi-da, to'ylarga yetkazsin. Yurtimizda har kun to'y bo'lsin, ha. To'y deganda endi bunda bir ixchamroq qilib, bir mahallada yetim yesir, kambag'al, go'sht yemagan oilalarda aytib bir 30 ta 40 ta odam bilan ham o'tkazsa to'y bo'ladi-da, chiroyli bo'ladi. Doda, odam yosh o'tgandan keyin miyangga ham bo'lib qolaganda, to'y aza qilyapsiz-ku. Bir kunlik to'y o'tadi ketadi, dang'illama qilish kerak. Hamma bilish kerak-ku. Ha, o'sha bir kunda o'tadi ketadi deyapsiz, o'g'lim, o'sha bir kunda o'tib ketadi-da, nima keragi bor isrofgarchilikda? Hay, yana o'zingizlar bilasizlar, bilmadim bolam. Nima, bu dodamni tushunmadim. O'zingiz kelishib ola qoling. Men shunda hozir nima qilishim kerak? Fikringlarni kommentariyada yozib ketinglar. Adamay ishga ketyapman. Menga qara, to'yga ham ozgina qoldi. Joningni Jabborga beradigan o'rtoqlaring qani? Qashariga deb chiqib ketardik. Xudolar oldida uyalib qolmaydi. Chaqir o'rtoqlaringni qasharga, voy. Suhrob ham katta yigit bo'lib qolibdi-yu, sani ukang, meni ham ukam. Lekin o'rtoq ozgina ishlarim bor edi-da. Bir to'yga o'ta qoling. Xafa bo'lmagin, faqat iltimos sendan, do'stim. Mayli, to'yga o'tarsan unda. Voy, o'rtoq, jon deb borardim. Bir odamga va'da berib qo'ydim-da. Ha, shunaqa degan o'rtoq. O'zinglar amallab turinglar. Seni ham vaqting yo'q degan. Xudo xolasa to'yga o'tarman. Mayli, o'rtoq, to'yga o'tarsan bo'lmasa. Og'ayni ko'rib qo'yganing yaxshi bo'ldi. Yaxshimisan? Alisan, to'yli moro bo'lsin, o'rtoq. To'yda ko'rishamiz, sal shoshib turib. Hashar bor. O'rtoq, sal vaqtim yo'q, keyin, hop. Adam to'g'ri aytgan ekanlar. Hamma nima deyman? Yaxshilab sepmam yo'lani, og'ayni qatti yuribsan, kelmaysanmi tez-tez? Sen qatti yuribsan, O'g'lim, Shokir, qatti yuribsan, o'rtoqlaring boydan biri hashar qiyot tushibdi. Menga qaragin, Botir, 2 qop sement olib kelishga tez chiqib kelgan, xopmi? O'rtoq, nima qilib qarab turibsan, kelmaysanmi tez-tez? Bolalar, baraka topinglar. Men endi bir qo'l bola qilib osh qilib beray sizlarga. Shoshmay amaki ovora bo'lib o'tirasizmi? Botir achchi oshga zakaz qilamiz, dastavka qilib jo'natib yuborishadi. O'rtoq, qara, osh zakaz qilganingda achshularni bag'ir qilib chiqarib yuborsinlar. Bo'ldi. O'tgan safarda kam bo'lib qolmasin. Maza qilinglar o'rtoq. Sanlar ham choplaring, doni tez anini ollaring. Yoshligim esimga tushib ketdi. Eskilar yetardi. 1000 so'm puling bo'lmasin, 1000 do'sting bo'lsin deb. O'rtoqchiliklaring ko'z tegmasin, baraka top, oqibatlaring yo'qolmasin. Ha, bo'ldi. Hozir biz ham borib qolamiz. Ha, mana kelib qoldi yana. Alo. Otaxon rozi qol. Ha, biz ham borib qolamiz hozir. Ha, beravering. 20 ming bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Yo. Qo'sh ber yana 100 ming qo'shib ber. Mana to'g'ri. Rahmat. Arzimaydi. Otaxon, shu yoshingizda sizni nima majbur qildi va tortishingizga? Yolg'iz onam bor, 74 ga chiqqan. O'shani dori-darmoniga pul kerak deb yig'ib, tirikchilik qilib yuribman-da. Dori o'lgirab 2 million turar ekan. Ertaga oshim kerak edi. Bo'lmasa, ertaga eslatgan shu otaxonning ishlarini hal qilib beraylik-da, dori-darmonlarni ham hal qilib beramiz, xo'pmi? Ertaga esimga soling, xo'p? Hayda mashinani ketdik bo'ldi. Chep bozorga tushsa qulpmay olishni eslatdingiz. Bo'ldi, eslatding. Ana otaxon-ku. Men senga ana kuni eslatgan dedim. Ishlarni hal qildikmi shularni? Qolib ketdi. Qani yurchi? Sal xayolimdan ko'tarilibdi, kechirasiz xo'jayin. Otaxon, assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Yaxshimisiz? Ana kuni xayoldan ko'tarilibdi. Dorini spiskasini bering, o'zimizni hozir hal qilaylik. Dorini spiskasi deysizmi? Endi dorixonani ko'chirib olib borsam ham endi onam qaytib kelmaydilar, endi kech. Nega unaqa deyapsiz? Onam berib qo'ydik, didor qiyomatga qoldi. Otaxon, men bor uzr, shu kuni ham pulimiz bor edi. Berib ketsak bo'lardi, nima bo'ldi bilmadik. Ozgincha biz xato qilib qo'ydik, men bor uzr, endi afsusdamiz. Yo'q, xato sizdan o'tmadi, xato o'zimdan o'tdi. Otaxon, ajoyib gapirasiz. Nega bunaqa deyapsiz? Butun umrim davomida faqat Allohdan so'radim. Shu bir kun bandasiga ishonib, o'shanda ham xato qilib qo'ydim. Onam sho'rlik, dorini olib kelib ber bolam, dorimni olib kelib ber dedi. Sizga ishonib 3 kun kutdim mana. Rahmat sizga.
Bo'pti, eshikni qulflab o'tir, yana begonalar kelmasin. Adasi, 3-4 supa tashlab keting. Tinchlikmi, nima so'rayapsan? Bugun uydagilar qarindoshlarimni chaqirmoqchi edim. Men qara, shu qarindoshlaring uyda o'tirsa bo'lmaydi. Ha, ol men buni. Ro'zg'orlik qilib kelganda kutib olgin o'zing. Shofoizni non ko'ptaman. Tez kelgin, obed qishotdan chiqib ketamiz. Labbe aka. Bitta qo'y go'shtli, bitta ot go'shtlidan qilib berasan non ko'p. Xo'p bo'ladi, hozir olib beraman aka. Bitta mol go'shti, bitta ot go'shti. Xo'p bo'ladi. Ayol uka. Menga qara, ayoling boydan beri telefon qilib yotibdi. Ol, gaplash. Ha, onasi? Adasi, boydan beri telefon qo'yma, nima ko'tarmaysiz telefoningizni? Ishdaman, tez-tez gapir. Baxtliroq keling, mehmonlar ham kelib qolishdi уже. Ama ayollar orasida nima qilaman? O'zinglar o'tiraveringlar. Adasi, iltimos, baxtliroq kelavering. Ha, xo'p. Bir uyga mehmon kelmasin ekan. Adasi, mana shu shunday olib kirtiring. Hozir mana shunday ovqat suzib olib kiraman. Voy, men endi qarindoshlaringga choy olib kirishim qovdi o'zi bor-ku. Men non olib qo'ydim ishxonadan. Xush kelibsizlar, assalomu alaykum. Tuppu tuzuv ekansan, kelindan vohma qilib chaqirganingda. Keyin iyu chaqirganlarga qo'rqib ketdimmi aka? Men hozir shunday osh tayyor bo'lgan bo'lsa, hozir. Xotini bizani chaqirdi, xabari yo'qmi? Jiyani to'g'ri. Amma, men ham shunga hayron bo'lib o'tiribman-da. Onasi. Xo'la ber, chaqirdingizmi adasi? Nima qilganing bu? Adasi, meni kechiring. Sizlar rahim uzilib ketmasin deb qarindosh urug'larni bitta joyga yig'gan edim. Xursand bo'ldim, onasi. Oshing tayyor bo'lgan bo'lsa, sizgin. Sen ham kirib o'tirgin. Rahmat senga, onasi. Kuniga 120 mingdan pullarni to'laysan. 4 yil to'laganingdan keyin nomingga o'tkazib beraman. Ukamligingga qarab o'tirmayman. Amallaymiz, asabiylashmang. Mashinada o'tirdingmi? Mana mashina. Kuniga 120 mingdan qo'yasan, bir kun to'lamasang mashinani olib qo'yaman. Hop aka, ishdan chiqib kechasi qiriqib bo'lsa ham amallayman. Ya qara, seni alakani ipida yuraman. Morqangni olib kelding pulni. Voy, men pulingni sendan qarz bo'lmasin-da, odam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Ana mashina. Mashinam ustida edi. Akam bilan birga qaytib o'tdi. Sen kecha nima yaringni bermading? O'xshamadi-da aka. Bor, hozir gaplashamiz uyga. 1 2 3. Ukalaringga ham arendaga berasan mashinani. Sen aralashmay, men pul olib keldim. Qoch shaqqa. Aka, nochda kira qilib rulda uxlab qolma. Svetoforda turgan 6 ta mashinani urib yuborma, aka. Tez yetib keling. Yo'q. Mana shu mashina meniki. Men shuni sotinglar-da, 6 ta mashinani to'g'irlashga ketadi, xudo xolisa. Voy pochka. Nima bo'lyapti? Senga o'lmay qara. Voy, yordam chaqiraman. To'g'ri ketyapti. Uyga yurgin. Analiz javoblar chiqdimi? To'g'ri kelarkanmi? Hammasi to'g'ri keladi. Pochkani bemalol o'tkazsa bo'ladi. Faqat bu operatsiyadan keyin siz oxir ish qilamiz. Mayli, jigarimni saqlab qolsak bo'ldi. Men siz bilan hamkorlik qilayotganimdan xursand bo'laman. O'zi kutilmagan taklif bo'ldi. Sizni anchadan beri kuzataman. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Bemalol so'rashingiz mumkin. Har qanaqa biznes qilsangiz ham tezda ko'tarilasiz. Buni siri nimada? O'zim ham bugun bildim. Mana ko'r mashinaga. Bore bo'lsin, yaxshi kunlaringizga meni hozir duo qilib turdim. Bizani deb ko'chada qiynalib ishlab yurgan erimni o'zing panohingda asragin. Duo qildim desam, kulgimni qistat. Men peshanang yarqiragan, mendagi erga turmushga chiqqansan. Boyada jonisi, ne kayfiyatingiz yo'q? Ishlarim ham orqaga ketyapti boru, men qilmayapman. Hamkorlar telefon qilish kerak, qilmayapti boru. Siqilmayadi jonisi, men hozir bitta duo qilaman, ishlaringiz yurishib ketadi. Ey Allohim, shu erimni topganiga rizqi baraka bergin. Assalomu alaykum Shokir aka, to'g'ri tushdimmi? Ha. Siz bilan katta shartnoma tuzmoqchi edim. Hozir biznes sentrga yetib kela olasizmi? Xo'p, hozir boraman. Kulgimni qistat. Duoing nimani hal qilardi? Duo ijobat bo'lishini qilay. Mayli jonisi, yaxshi yetib oling. Erimni topganiga baraka bergin. Ayol bu turmushga chiqishi bilan juftining iymonini yarmini to'ldirgan zotdir. Mana buni tikib bering. Mayli, hop. Tezroq tikib bering, keyin necha pul bo'ladi? Mayli, tez qilib beraman. Pul bermasangiz ham bo'laveradi. Menga qara, yalanga yo'q. Tez qilib bermabdi, kutib turaman. Sen sadaqangga zo'rmasman. Mayli, gap yo'q. Voy, asal bola ekan-a. Jentrallari ham o'ziga yarashib turibdi. Shunaqa alik ahvollarni yaxshi ko'raman-da. Mana singlim bo'ldi. Mana puling. Rozi bo'ling. Ha, aka, bo'ldimi? Ha, usta shoshayotdim. Uchrashuvlarim bor edi. Xo'jayin jaq olib ketdingiz, 3 ta majlisimiz bor, kutib olishdi. Keling, seni tikib berish kerak ekanmi? Ana, odam
Bu inson tikib berdilarmi? Juda kamtar odam. Siz yopasizmi? Assalomu alaykum. To'y ketayotdimi? Mayli, siz borib ko'ring, men birpas o'tirib ishlayman. Ishxonani sizga, sizni Xudoga topshirdim. Bu inson sen ham juda katta bir tashkilotda rahbari bo'ladilar. Qo'llarida inomarkalarning eng oxirgi modeli bo'lsa ham, lekin oddiygina jentrada yuradi. Qarang qanaqa sodda bir insonligini. Yo'q. Iltimos, mol bo'lib emas, inson bo'lib yashaylik, iltimos. Agar mana shu video yoqqan bo'lsa, tarqatib storyga qo'yib poddesh qilish esdan chiqmasin. Rahmat. Jigar choyxona bugun manga olib ovqat qiling. Menga farqi yo'q, o'rtoq. Sharoitingga qarab qil. Nima qilsa Shokirdan ham so'rab ko'r. Undan ham so'rayman, o'rtoq. O'rtoq bugun choyxona ekan, ozgina limon bilan shakar olsa, limon choy qilib ichardim. Hop. Stolni yoribsan o'rtoq, lekin gap yo'q. Men bizdan so'ragan shakaring. Limoning. Bola, puldan yordam qilib, bir biznes reja qildim. O'rtoq, meni bilasan, o'z usta bola bo'lsam, obyektdan pul ham ololmayapman. Pulim bor-ku, lekin senga bermayman. Sen chichqoqsan. Chichqoq bo'lmaganda bunaqa yurmasding. Boya hammadan so'ram, ne mendan so'ramasdan ketavering. Sen ham yo'q deysan deb tushunib turman-ku sen ham. Ma. Mashinamni kalt. Sotib biznesingga tik. Mana $5000. Men senga ishonaman. Hali zo'r bo'lib ketasan. Ruhingni tushirma. O'g'il bola. Nima qilib turibsan? Kirmaysanmi? O'rtoq oldingdan ozgina hijolatliman. O'sha payt senga ishonmadim. Yomon ishlar qildim. Hozir boshimga yetganman, o'rtoq, ozgina yordam qilib turmasang bo'lmaydi. Ha, bo'ldi, o'rtoq, sen aylas, necha pul kerak? Men buni olgan yetmasa yana bolalar berishadi. Yur, yaxshi ko'rimda yonib turgan, yur. Ishdimi? Suzasanmi? Assalomu alaykum. O'rtoq, ovqat pishgan bo'lsa suzdirib ol, qorin ochib ketdi. O sabrli bo'ling. Hozir Shokir kelsa sabr qilaring. Shokirsiz suzilmaydi ovqat. 9-xona, oshlaring pishgan. Suzib yuboraymi? Xudo to'xtab turing, Shokir og'aynim kelsa. Qo'yilma senga. Shokir, tuzumsan? Sen kelmasang ovqat suzilmas ekan-ku, o'rtoq. Shunaqa zamonlar ham kelibdi. Ha, aytgancha. Shakar bilan bitta limon olib olarsan. O'rtoq, gapirma, senga ham mazzada alohida turasan, qaynaning bilan turmaysan, menga o'xshab. Ertadan kechgacha qo'sh qovog'iga qarab o'tirishim kerak. Ovqatlarni ham to'kib yeydimi? O'zi yomon emas, qaynanam bilmayman, menga yoqmaydi, shu bor-u. Onasi, Hola, bersam. tez kiyinib chiqinglar, onam bilan kelinglar. Ovqatlangan olib boraman, xo'pmi? Voy, adasi, oyijon ertalabdan beri topolmayapman. Qayerdir chiqib ketganmilar, xotir olaman. Bir og'iz itib ham ketmoqdilar. Assalomu alaykum, amaki. Rojan tinchdingmi? Onangni qabristonda ko'rdim. Qabristonda ko'rdingizmi? Onajon, mozor boshida nima qilyapsiz? Qidirmagan joyim qolmadi, bilasizmi sizni? Bolam, men otamni sog'indim. Otam to'g'ri yetgan ekanlar. Qizim, vaqt bemahal bunaqa yurmang. Qiz bolani uyi bo'lmaydi deyshadi ota-bobolarimiz. Va qizlik paytingizda erga tekkuncha otangizni uyda mehmonsiz. Eringiz o'tib qoladigan bo'lsa, o'g'lingizni uyda mehmon bo'lasiz. Nega yo'qadi bo'lsa-da? Ayol kishini uyi bo'lmasa ekan, bolam. Ha, o'rtoq, tuzumsan? O'rtoq, kelganingiz mehmonman. Yaxshimisan? Nima kayfiyating yo'q? Ishim ham o'xshamayapti, o'rtoq. Qornim ham ochib ketgan uni ustiga. Sen ichkari kirgan oshni zo'r bo'lib turgan joydan suzib beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Pulni qachon qilib berasan? Ozgina muhlat bering, aka, xudo xolisa qilib beraman. Ishlarim o'xshamayapti. Menga qara. Agar pulni bermaydigan bo'lsang, quttoningni sug'urib olaman. O'rtoq, maza qilib oshni yeb olgan. Amak, bir mut qarab oling. Aka, og'aynimga necha pul qarz olsa, mani bilasiz. Kechki payt kelib pulingizni olib ketasiz. Og'aynimga u bu narsalar gapiravermang, tushundingizmi? Orqasidan men turibman. Nima o'tirsan, o'qishga bormadingmi? Yo'l kiramga pul yo'q edi, o'rtoq. Kecha birlaydik, nima aytmaysan? Puling yo'q bo'lsa, men bir pulni olgin deb o'qishingga bor. Tur, o'qishing kerak sen hali. Katta odam bo'lasan. Ancha qo'ling kelib qopti. Malades Shokir. Shokir oshpaz sizmisiz? Assalomu alaykum, ha? Men bilan yuring. Ketishlikmi? Xat olib ketasiz. O'rganda bilasiz. Yuring. Nimaga olib keldingiz? Xo'jayin olib keldim. Polvon, o'rtoq, sanmading. Oshimni tashlab kelyapman. seni shunaqa yo'l bilan chaqirmasa, hayotda oshingni tashlab kelmaysan. O'rtoq, shu martabalarga erishishimga sen sababchisan. Qilgan poddeshkalaringni esimdan chiqarmayman, o'rtoq. Mana bu mashinani haydab yurasan, sen uchun oldim. Yo'q, unchalik emas, kerak emas, o'rtoq. Nima deganing bu, o'rtoq? Bu yog'iga mana men poddeshkada turibman, o'rtoq. Sen uchun. Aka, xafa bo'lmaysiz. Xo'jayin iltimos qilganlarga shunaqa muomala bo'ldi. Assalomu alaykum, ado. Va alaykum assalom. Ona qizim, nima qilib yuribsiz? Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Ha? Ada, men oyimdan xafa bo'lib keldim yoningizga. Nimaga oyingizdan xafa? Yo'llarga borsam meni urishib haydab yubordilar. Bilasiz, sizdan boshqa hech kim meni tushunmaydi. Nima bo'ldi? Kuyovim yaxshimidi? Qudalar yaxshimidi? Nima qilib yuribsiz bu soat?
Ering biladimi men terganingni? Yo'q, bilmayman. Qizim, yaxshi ish qilmabsan. Xafamanman aka o'zingizdan. 2 kundan beri aytaman, uyga go'sht olib keling deyman. Uyda go'sht yo'q deyman, go'sht olib kelmayaptilar. Siz bizani hech narsaga kam qilmay, zoriqtirmay katta qilgansiz. Men qiynalib ketyapman uyda-da. Qizim, hikoya qilish ham shikoyat qilishga kiradi. Sabrli bo'lish kerak. Erda er qiladigan ham, qora yer qiladigan ham xotin deyilgan. To'qchilikda o'sdingiz, yo'qchilikka ham ko'niking qizim. Ha desa yugurib kelavermang mana qilib. Eringizni shikoyat qilishlik uchun bermaganman sizga. Shunaqa tarbiya berdim men. Uyingizga boring. Bunaqa beso'roq chiqmang kuyovdan. Mana qiz tarbiya qilayotganlar, ayollarimizga biz kitoblar olib borib beraylik yoki o'qib beraylik. Uni o'qigan, uni o'sib, o'qib katta bo'lgan qizlar ertaga eriga gap qaytarmaydi. Til uzunlik qilmaydi. Kim yoniga kelyapsiz? Avtohalokatga uchragan bemor oldiga kelyotgandim. 307-palataga olishibdi. Siz otaxonovga kim bo'lasiz? Ayoli bo'laman. Xo'jayiningiz jiddiy jarohat olganlar. Umurtqa pog'onalari singanligi sababli nogiron bo'lib qolish xavflari bor. To'xtang. Xo'jayiningizdan xabar olmaysizmi? Umrim oxirigacha nogiron yeri boqish niyatim yo'q. Kelganimni bilmay qo'yursan. Otaxonov, ancha ahvolingiz yaxshi. Agar nimadir kerak bo'lsa, Jumayeva desangiz meni chaqirib berishadi, xo'p? O'z ayolim vafo qilmasdan shunaqa paytda tashlab ketganda sizdan nima ham yordam so'rardim. Umringni oxirigacha shu ayoling bilan qo'sha qarib, baxtli, saodatli yashagin. Amin. Allohu akbar. Telefoningiz jiringladi. Olabay, shundoq labzaydan kelayotganda Malika chorrahaga yetmasdan chap qo'linglarda Gumbaxonim yozilgan. Tashqarida turibman, olib kelaveringlar shu yerga. Ha, Malika bozor, ha. Xo'p bo'ladi, xo'p. Qara, non choy qandlarni tekin qilib qo'yinglar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ish so'rab keldim, qiynalib qoldim bolalarim bilan. O'shanga yordam berib yubora olasizmi? Voy, men bu yerda oddiy ishchiman. Mana xo'jayin o'zlari o'tirib turib so'ray qoling. Voy siz. Ana endi oldingi Shokirboyga qaytibsiz. Men hamma ayblarimni tushunib yetdim. Keling, hammasini boshdan boshlaylik. Ishxonam ham yopilib ketdi. Pulsiz qiynalib qoldim. O'zi qadringiz bilinyapti. Endimi? Tillanma toshga almashmayman. Onasi chiq ketdi. Mashinaga chiqib turgan. Men qara. Ana ayolga nima yordam kerak bo'lsa yordam qilganda Gumbaxonim sabir 3-4 million pul ham berib yuborgan. Mana bo'ldik. Unaqa yopilmaydi. Umring binobi bunaqa mashina ko'rganmisan? Mana bunaqa yopiladi bu. Ha, mana bir paytlar minganman. Minganmish. Mana o'zi bu juda ham zo'r ekan. 1 tonna tortadi deyapsiz-a, zo'r ekan. Bozorda arava tortaman-da, bir tirikchilik uchun olman. Ha, shuni sal kelishtirib qilib bering. To'g'ri tushlik. Bu 1 tonnalik, yarim tonnaligini bering, narxi ham arzonroq. O'zi arzon narxda beryapmiz. 12 ta bo'layotgan biz chiqaramiz. Golf kar, skuter, velosiped. Ablan changlarni artib chiroyli tozalab qo'yinglar. Har bir kelgan mijozni xursand bo'lib ketish kerak. Ha, shuni bir xo'jayiningizdan bo'lsa ham arzonroq qilib so'rab bering, iltimos. Mayli, sizni sharoitingizni tushundim. Mana xo'jayin do'stlari kelib qoldi. Xo'p bo'ladi. Mijozlar doimo rozi bo'lish kerak. O'rtoq, assalomu alaykum. Qaysi shamol uchirdi? Bormisan? O'rtoq, kandasanga sal noxo'rlik qildim. Agar kechira olsang, mani kechirgan. Ha, to'ylaringizda xizmatda bo'lamiz. O'tir og'ayni. Sizdek odamlar bilan ishlashganimizdan xursandmiz. Sizni to'yingizda boru axborotga ham o'yinga tushaveramiz. Nima deyapsiz? Boramiz to'yingizga, xudo xolasa. Mayli. Ha, xo'p. O'rtoq, yosh katta odamlardek bo'lyapchilar. O'shalar bilan gaplashyapti. Qaysi shamol uchirdi? Nima gaplar o'zingda? Jo'ra, seni shamoling uchirdi-da. Yaxshigina o'ylab qo'ygan biznes rejam bor edi. Shunga ozgina moddiy yordaming kerak edi. Ha, shu ozgina ishing yurishib qolsa, hamma ishingni taqillatib kelib qarz so'raverar ekanda. Bir ishing yurishmasin ekan. Pul yo'q emas, bor. Lekin boshqa joydan harakating ko'rib, meni ishim ko'proq edi. Jo'ra, keyin gaplashamiz, ha? Ha, uzilib qoldimi? Ha. O'taman to'yingizga, xudo xolasa. O'zim xizmatda bo'laman. Ha. O'rtoq, bir narsani unutma. Tobut bilan kresloni egasi bo'lmaydi. Men qara aqllichilik qilma, sen kim eding, gaping nima bo'ladi? Yo'qol. Men bugun uyga bormayman xullas. Men qara, nima bo'ldi? Xo'jayin, ko'nglingiz xotirjam bo'ling. O'smalar bilan dacha hammasi tayyor.
Mashinani tayyorlab bo'lmasa ketamiz bo'lmasa. Xo'p bo'ladi. Yo'q, qo'ysangchi o'rtoq, sen o'shanda zo'r dars bergansan. Hozir mana Shiddat brendiga asos soldim. Hozirda do'konlarning sonini 6 taga yetkazdim. Butun respublika bo'ylab dastavka xizmatlarim bor. O'rtog'im xohlaganini qilib beringlar. Pulni olib o'tirmanglar. Xo'p, hoji, aytganingizdek bo'ldi. O'rtoq, kir, choy qilib beraman. Eshigim har doim sen uchun ochiq. Nimsakan? Kunbay nechi pul ishlayapti? 200 ming beraymi, любойsiz qilaman. 100 ming beraman, ishlaysizlarmi? Ayyo, to'g'ri kelmaydi aka. Oke. Sizga aytayapman, ha. 100 ming beraman, ishlaysizmi? 100 ming? Ha. Yoningizga yana bitta sherik olib oling, 100 ming 200 ming qilib beraman. Mayli, Oybekjon, ketdik. Menga usta tushiribsan, biroz aytmaysanmi? Ovqatini mana olib kelib turardim. Ha, endi boshlab qo'ydik, kiravering. Ustalar hormanglar, yaxshimisiz? Sizlarga muzdekkina so'g' olib keldim. Qorninglar ochsa, bemalol yetaveringlar. Yana ovqat olib kelib beraman. Yo'q. Aka, baraka topsin. Odamning mehnatini qadriga yetadigan odam ekan-a? Baraka topsin. Shunaqa ekan. Usta akalar Mahmudga qo'ydim bo'lmasa mana. Allohim, bandasiga muhtoj qilib qo'ymagin, rizqimni barakali qilib bergin. Oilamga narsa olib kiring, ota-onamga, singlimga, o'zimga so'ramayapman-ku, Allohim. O'zingdan o'tin so'rayman. Shokir aka, o'zim bunaqa kelishmovdik. Musturgacha tashlab berdik-ku. Yaxshi inson. Akalar, ovora bo'libsizlar-da, shart emas edi. Necha pulga gaplashuvdik? 100 mingdan 200 mingga gaplashdik. Bo'ldi, hozir mashinani chekkaga qo'yib yuboring, hisoblashib olamiz. Oke? Mana kelishilgan pul 100 ming, 200 ming. Sizlar ham menga juda ham o'xshar ekansizlar. Mana sizga aka, duo qilib qo'yasiz. Bu ham sizga. Odamni xijolat qildingiz, kelishilgan pulni berdingiz, yetardi o'sha. Menga o'xshaysizlar degan sababi aka, mana shu joy ko'rsatyapti-da, shu yerga kirasiz. Rahmat. Rozi bo'ling. Ha, onasi? Adasi, kelishingizda pampers bilan qilish olmaylar. Bo'ldi, xo'p. Olib boraman bo'ldi. Oke, ikkita shashlik yumshoq qilib pishirib bering, onamga olib boraman-da. Sovib qolmasligi uchun nonga solib bering, iltimos. Xo'p bo'ladi, akajon, jazmi qiymami? Jaz, oke. Bo'ldi, chiroyli qo'yib beraman, akajon, hozir. Kelasi safar niyat va maqsadlaringizni yozayotganda o'zimga ham deb yozib keting. Xizmatingizga rozi bo'linglar. Rahmat. Faqatgina biz o'zbeklarda oilam, bolam, chaqam deb o'zini unutib qo'yadigan mard o'g'lonlar uchun yurakchani bitta qizartirib qo'yamiz. Va sizlarga Behamat soklarni tavsiya qilaman. O'zim sevib iste'mol qiladigan natural soklar. Mard o'g'lonlar uchun. Bismillah. Tavsiya qilib qolaman. Oybek, yaxshimisan? Seni poylab turdim. Oybek, o'zingga olmadingmi? Go'rting bormidi? Yo, chakmayman aka. Kam. Shunda to'g'risini aytsam, seni poylab turganim sabab 2 million pul kerak bo'lyapti. Yonib turibdi to'g'risi. 2-3 kunga beraman. Yo, siz men bu do'kon egasi bo'ylasizmi? Men oddiy ishchiman, oylik ishlasam. Xo'jayinni mana yaxshidirsan, 2-3 kunga yopib ketaman. Berib turing, ukajonim. Aniq qaytarasizmi aka? Yopaman, uyga qimirlatmayapti-da, kelyapti-da, bermasam bo'lmaydi. Har endi aka bo'lmasa men oyligimni olib qoladi. Ha, bo'ldi bo'lmasa. Oybek kelgani yaxshi bo'ldi. Men bizga eng kelgan tovarlarni chiqarib, polkalarni to'ldirib qo'yish kerak. Bu yoq tomonda ham to'ldirib qo'yish kerak. Xo'p, beysiz aka, 2 million qarz berib turing aka. Tinchlikmi? Hali oylik qaytib bo'lmadi-yu. Mahallada aka xonimga kerak yo'q qopti. Mahallada yo'q-ku. Hozir aka-ukaga ishonmaydigan davr-u. Ya, aka, ja bo'lmasa oyligimni olib qolasiz. 1-2 kunda beraman deyaptilar. Bo'pti, Davron. Oybek 2 million berib yubor. Rahmat. Ajoyib narsa aytadi. Brat, gugurtiyapmi? Aka, mana 2 million. Faqat uyaltirib qo'ymassiz, o'rtada turgan kafansiz ketadi deyshadi. Men qara, minnat qilsanmi, Oybek? Mahallam bolasi kerak emas, olib qo'y. Yo'q, aka, prosta aytib qo'yganman. Mayli, shunchalik bo'ladimi? Xo'p. Ha, Shokir, maqtulsan? Kir uyga. O'rtoq, kirish qochmaydi. Menga 100 dollar pul kerak bo'lib turibdi. O'rtoq, pul bor, yo'q emas. Lekin onamni bugun bansiga yotqizib keldim. Ertaga to'lovini qilishim kerak. Indinga operatsiya. Vahima qilasan. Operatsiya indin ekan-ku. Ertaga beraman, ertaga to'lov qilasan, bo'pti. Eshingdan chiqmasin, indinga operatsiya. Olasan. Hamma joying sog' ishlasang bo'lmaydimi? Men qara, aqllichilik qilma, sigaretdan. Ol, o'zingga olib olasan. Pas. Shokir aka, tinchmisiz aka? Oybek, yaxshimisan uka? Aka, 2-3 kunga deyudingiz, 3 oy o'tib ketdi. Uyingizga borsam, uyingizni yo'qsiz, hech qayerdan topib bo'lmaydi sizni. Ozgina insof bilan-da, aka. Pulni bering. Bermayman demayapman, ukam beraman, hozir yo'q. Pul olishingizdan oldin bunaqa gaplar yo'q edi, aka. Men qara, nima sakrayapsan? Короче, xulading yo'q pul. Shoshmay turing. Mayli, men sizni tushundim. Bu dunyoda bo'lmasa, narigi dunyoda olaman. Lekin sizdan bitta iltimos, aka. Mahallada Oybekni uxlatdim, aldadim, pulini olib qaytarmadim degan gaplarni ishlatmang, iltimos. Ha, uyalyapsanmi? Mahalla kuyda oshna og'aynalarning ustidan kuladimi? Aytmayman, xavotir olmagin. Aka, men odamlarning gapiga
supurib qo'ygan joyim bor. Lekin haqiqiy haqdorlar, haqiqiy muhtojlarga qarz kerak bo'lgan paytda odamlar ishonchsizlikdan shularga qarz bermay qo'ymasin deyapman. Sog' bo'ling aka. Aka. Men yaxshilik qilamiz deb qovun chirib qo'ymiz. Nima tinchlikmi? Assalomu alaykum. Keling aka. Assalomu alaykum. Yaxshiroq smistellaringiz bormi? Aka, bizda sifatli Nemeskiy smisteller ham bor edi, faqat qolmadi. Shu qo'shnimizdan oling, qo'shnimizda bor. Aka, bu nima qilganingiz? O'zimizda ham bor edi-ku. Qo'shni do'konni ko'rsam, bugun savdo qilmadi. Uni ham savdosi bo'lsin dedim. Keling aka. Assalomu alaykum. Odamlarga hayronman. O'zida smistel bo'la turib, ovora qilib qishingizga yuborganda qarang. Bormi smistellaringiz? Ha, bor. Keling. Sizlarda stroyniy unitazinglar bormi? Aka, bizda qolmabdi. To'g'rimizda qo'shnimizdan ola qoling. Ya'ni smistitni so'rab kelgan aka bor-ku, nalogidan ekan. O'rtoq boshliq, shu shtrafni yozmasangiz bo'lardi-da. Nima deganingiz bu? Qonun hammaga barobar, kassiya apparatni ishlatib mijozlarga chekni berish kerak edi. Sizga bitta yordamim, shtrafni 15 kun ichida to'lasangiz 50% skitkasi bor. Qo'shningiz ham bilganda sizga chiqaratib klientni 15 kun ichida to'lashni unutmang. Ha? Mendan keyin topganingiz shu bo'ldimi? Sizga aqlli, o'qimishli qizlar yoqadi deb o'ylagan edim. Bu turgani bitgani qishloqi-yu. Tushunmadim. Ular kim? Erkak kishini omadimi o'ynashib o'ynaydi. Ozgina sabr qilsang, olamiz, birgalashib olamiz o'sha mashinani. Siz omadingiz kelishini kutaman deb chirib ketamanmi? O'zingiz tengiz toping. Ketdimi? Qatdan topgansan bu bo'lmishi. Ketdi-jon. Sizga mana shu balonlar to'g'ri keladi, yumshoq sizonday. Hozir ustanovka qilib beramiz. Shokir, ay qara o'rgin. Labay xo'jayin. Anchadan beri kuzatyapman. Ishlaringni ham ko'rdim. Yaxshi ish bergan. Dokumentatsiyani zo'r tushunar ekansan. Buxgalteriyani yaxshi bilar ekansan. Xullas, mana shu 4 ta filialni senga tashlab ketyapman. Men o'zim chet elga safarga ketyapman. Xudo xolisa, omonatga xiyonat qilmaysan degan umidda. Kelishdiga, qonbilan xizmat ketdim. Men bularni birinchi muhabbati bo'laman. Hayronman, gulli hidini hidlab tikonga boqadigan bo'lib qopsizmi? Kiyimiga qarang, qat'iy bir qishloqiga o'xshaydi-yu. Ko'rdim, menga yoqadigan BMW dan olibsiz. Rangi ham chiroyli ekan. Keling, munosabatlarimizni boshqatdan boshlay qolaylik. O'rtoq, uyi ham boplading-a? Zo'r chiqibdi lekin bori. Zebo seni qidirib yurganmish. Boladan nomeringni so'rabdi. Ozgina sabr qilib turganda shu dang'ilama hovli uniki bo'larmidi? Yigitni omad bilan o'ynash bo'lmaydi, o'rtoq. O'rtoq, nima qiling, nomeringni berib olaymi? Men uchun yopilgan kitob. Yaqinda to'yim, xudo xolisa, bolalarga hammasiga aytasan. Bali ko'rishamiz. Kechirasizlar, men munosabatlarga xalaqit bermay qo'ya qoling. Men keta qolaman. To'xtang. Baribir sizga aqlli qizlar yoqar ekan-ku. To'g'ri, aqlli qizlar yoqadi, lekin aql o'rgatadigan emas. Mana shu bemani sizga o'rdim. Menga turmushga chiqing. Menga mashina muhim emas. Muhimi baxtli bo'lish. Mashinani mashina uchun orqangizdan yuradiganlarga bering. Bu menga yoqmayapti. Yuring boshqa joyga borib qolaylik. Baklash qilaman. Hop, qaytarib beraman. Mana. Qaravering, uyda musorlar bor edi, taxtalar bor edi. O'shani shunda ovora qoling. Yo'q, bizda taxta olmaymiz. Stroy materiallar yuklashga ruxsat yo'q bizga. Faqat musor olamiz. Nima o'zingni olasan? Pul to'layapmanmi? Kirib musorlarni olib chiqib ketasan. Qo'shni, sari og'irroq bo'ling. Siz bularga to'lamayapsiz, pulni musorga to'layapsiz. Keyin teng bo'lish sizni taxta-paxtalaringizni bu yoqqa ortilmaydi. Bu davlatning mashinasi bo'lsa, faqat musor oladi. O'zingizni bosib oling, ozgina bo'lsa ham. Taqarab ketyapmiz, tavba qildim. Insoniyligingizni yo'qotib qo'ydingizmi deyman. Aka, haydavering, bo'ldi. O'zi bozordan mardikor olib chiqadi deb bemalol o'zi aniqladi. Haydang aka. Iltimos, mol bo'lib emas, inson bo'lib yashaylik, iltimos. Agar mana shu video yoqqan bo'lsa, tarqatib storyga qo'yib, paddesh qilishingizdan chiqmasin. Rahmat. Kenayi? Ha, jiyanlarim ko'rinmayaptimi? Uxlab qolishdimi? So'kib kelgan edi. Ha, ikkitigina so'k ko'tarib kelib, endi yaxshi ko'rinmoqchimisiz bizga? Undan ko'ra ro'zg'orga qarashsiz bo'lmaydimi, akangiz pulini sovurib yurmasdan? Onasi ovqat tuzibsan, Zebo qani? Erkatoy singlingiz bilmayman, xonasidan chiqmayapti. O'tiring, ovqatlanib olaylik, ovqat sovib qoladi. Zebo? Akajon, sizni kelganingizni sezmay qolman.
Tinchlikmi Zebi? Bilasiz akajon, hayotim o'xshamadi. Shuning uchun sal siqilib o'tirgan edim. Valdama keling nimadir dedimi? Yo'q, kelinim hech narsa demadilar. Kelinim tilla ayollar, jiyanlarim onasi. Kelinim menga har doim yaxshilik ravo ko'radilar. Kelinimni ayblamang. Men ham kelinimni juda ham yaxshi ko'raman. Zebo, ovqat suzib qo'ygan edim, chiqmadingiz ovqatlanishga. Bilaman, mendan xafasiz. Meni kechiring, Sinjonim. Siz yaxshiligingizni bilmayman. Yuring ovqatlanib olamiz. Menga qara, qachongacha meni xotinim seni ko'ting tozalab yuradi? Ani ayolingga ham aytmaysan. Bugundan boshlab mana mashtan devor tortaman. Umuman ishlaring uyda oshxona, hammom, tualetini hammasini o'zing qilgin, tushundingmi? Menga qarang, bu baqavosiz. Menga akangga bunday muomala qilma, tushundingmi? Sizcha baqa ochib kelib bu yerda siz kelib, qo'limga javob bermayman. Adamda menga qolgan bu uy. Aka nima ish ekan? Nima ish qilish kerak aka? Qarochi hovlida musullarni tozalash kerak. Bo'ldi aka, nima ish bo'lsa qilamiz. Yur, 2 kishimiz faqat aka. Mana shu hovlida ko'rib turgan hamma musullarni yig'ib, ko'chaga zilga ortib qo'yasizlar, tushundinglarmi? Xo'p aka. Bo'loqa tez ishni boshlaylik, yur. Ukam, uyni ko'rdingmi, yoqdimi? Bo'ladi aka, yaxshi. Uyimiz bor-ku, nima qilasiz buni? Ukam, ota-onamdan qolgan bitta yodgorligimsan. Seni shu yerda uylantirmoqchiman. Kelin bilan maza qilib yashaysan. Sen uchun oldim, ukam. Rahmat aka. Menga qara. Xuddi o'lgan adamimizga kelib pulini to'lagandek suvni ishlatishini qara. Suv, svet, gaz hamma narsaga o'zim pul to'layapman. Sarazgina yegandan keyin uyalish kerak odam. To'lash kerak billa. Meni ham pishirib yegin. Menga qara, akamni qizligingga ham qarab o'tirmayman. Yana bir marta shuni qilsang, dabdilani chiqaraman, tushundingmi? Menga qara, ukam. Bola hech narsani tushunmaydi. Aybni men qilganman, ukam. Kechir olsang kechirgin. Bitta onani qoniga sig'inmiz-yu, keyin qo'liga sig'manmiz. Menga qara, aqllilik qilmagin menga. Kecha gapirgan gaplarni esla olmaysanmi? Yuragimga kirib ketdi hammasi. Pishirib yegin, tushundingmi hamma gapingni? O'zing rahmdillik qilasan menga. Bozorga olib chiqib o'tirmaymiz. Shunda arendaga chiqarib yuboramiz. O'rta shoshilmayman, puling bo'lsa berib tur. O'rta, 200 bor-ku. Mana, 100 yetadi menga. Gaplashamiz, bo'pti. Xo'p. Indamay berib yuborsan. O'rtog'im, men buni hal qilaylik. Bunaqa narsa sotmaganman. Qanday bo'larkin, ukam? Amaki, hozir butun O'zbekiston magazinlariga o'zim tarqatib yuraman. Chibon mayonez ketchuplari vafshi zo'r, olaqon, Hop. Dadam yaxshisiz. Bitta muzdek suv olib berib oling. O'rta, nima qilib yuribsan? Men magazinlarga ham tarqatib yurdim, o'rta. Ishingning barakasini bersin, o'rta. Ayoling bilan farzandingni kecha do'konda ko'rib qoldim. Ozgina maktab formasiga pul yetmayotgan. Qiynalganingni bir og'iz aytmayapsan. Men buni olgin-da, yo'q. Olmasang xafa bo'laman. Yengisi yengida, o'rta, baribir. Salonlari ham zo'r ekan. Lutfulla dachani gaplashib qo'yibdi. Ketdi, tezroq borib dam olib kelamiz mazza qilib. Og'aynimiz Ro'shan kelsa, ozgina poylab turaylik. O'zi Ro'shanni ham ishi o'xshamayotgan ekan. Ketdi, o'zimiz borib dam olib kelamiz. Nima bo'ldi? Leys boqqa qilib chaqirding? O'rta, dachalarni gaplashib qo'ygan Lutfulla. Qani ketdi, men mashinani senga oldim, o'rta. Yo'q, qo'ysang-chi, men o'rta mashinaga kerak emas. O'rta, boya gapingga. Hamma narsaning yengisi yaxshi, do'sti eskisi yaxshi. O'rta, o'zing yuvib berasan mashinani, hayda. Menga ham rostdan. Hayda. Menga qara, o'tirsang-chi, qaragan. Bizga ta'zim qilib, tirjayib turganlarning qo'llariga qaragin. Sal teskari o'girildi-mi? Changallab turgan qo'ldagi loyni yuzimizga chalpishga harakat qiladi. Yaxshi o'tiringlar, men ketdim. Adasi, men buni kiyib oling, kun sovib qolishi mumkin. Mayli, men qara, onam nima ko'ngli tutsa shuni pishirib bering, xo'pmi? Xo'p bo'ladi-da. O'zim bilaman nima qilib berishni. Qizim, shu yerdami deysiz? Yangi kelin paytingizda bir chiroyli lamon qilib beruvdingiz, og'zimda qoluvdi. Bugun qilib berasizmi? Mani bugun gapim bor qizlar bilan. Vechni men bir joyga ketadigan bo'lsam, nimadir yegisi kelib qoladi. Ana uyda nimanidir amallab yeb tura qoling. Nima beso'roq ketadi? Onam mendan so'ramaydimi? Uyda ovqatini qilmaydimi? Kelsa aqchag'ini chiqaraman, ona. Voy, nima deyapsan? Meni kelinimga o'zim javob berganman. U ham birovni bolasi, uyda siqilib o'tiribdi. Ozgina aylanib kelsin dedim. Nima siz yonini olasiz keliningizni? Yonini olmang uni. O'chira olmasingni. Oyijon, meni kechiring. Xo'jayin, ishlarni qilib bo'ldik, yuklanib turib, oylik bersangiz deb o'tirdim. Lilaring nech pul edi o'zi? 2 millionmidi? Aka, o'sha oylik to'g'risida gaplashmoqchi edim. Ana shanba kunlari ham chiqyapmiz. Kechasi tunda yuk kelib qolsa ham kelib yordam beramiz. Men sal qo'shib bersangiz yaxshi bo'ladi, bolalar ham katta. Mana 1,5 million. Ishlasang shu birga ishlaysan, bizdan katta ko'cha. Tillarni ichib qolibmizlarmi? O'rtoq bilan ozgina bo'sh qo'ysang, boshing chiqib qoladi. Sen e'tibor qilma, o'rtoq. Qanaqa e'tibor qilmaysan, o'rtoq? Yaqinda mana hamma qatladadir yer qimirlashida bo'ldi. Butun dunyo yordam berib turgan paytda milliardlab, million sarf qilding o'shalarga. Bilasan, o'rtoq, ehsonni yaxshi ko'raman. Alloh dargohida qabul qilsin. To'g'ri, o'rtoq, ehson qilishing yaxshi, lekin senga savolda, oilangga chirgan narsa olib kirmaysan, har doim yaxshi narsa olib kirasan. Chet elga shuncha rasvod qilib, ehsonlik qilgandan ko'ra, ishchilaringga qilgani yaxshi emasmi, o'rtoq? O'zi 2 millionga hech narsa bermaydi, o'rtoq.
lekin ishchilarning oyligidan siqib turib bu yoqdan ehson qilganing g'alati emasmi? Sog' bo'lgan sheringga. Anga qaranglar o'rtoqlar, shuncha mehnat qilib videomizni bitta layk bosib, story qo'yib tarqatib qo'yish qiyin emas. Bitta podдержка qo'yinglar, iltimos sizlardan. Rahmat. Pul bilan bitmagan ish kattaroq pul bilan bitadi. Nimaga xavotir olasan? Hal qilib beraman deyapman-ku. Bo'ldi boraman hozir. Dada. Ho? Vaqtingiz bormi? Ha, o'tir. Tinchlikmi, nima gap? Dada, bir savolim bor edi. Xo'sh, xo'sh. Oyimni ko'proq yaxshi ko'rasizmi yoki buvimnimi? Albatta, buvingni yaxshi ko'raman. Nega unda oyim bironta joyga boradigan bo'lsa, o'zingiz olib borasiz yoki bo'lmasa taksida ketadilar. Buvim esa har safar avtobusda ketadilar. Buvimga oxirgi marta qachon kiyim olib berdingiz? Oyimga har oy yangi kiyimlar olib berasiz. Oyimga har kuni telefon qilib, nima yeging kelyapti, nima olib boray deysiz. Buvimdan oxirgi marta qachon so'radingiz? Buvimni ham yaxshi ko'rib, ozgina e'tibor bering. Bugun vaqtliroq kelarsiz ishdan. Harakat qilaman. Sen Firdavsgacha yaxshilab qaragan. Nima yegiz kelsa qilib bergan, xo'pmi? Axir uni onasi yo'q-ku. Onasi o'lgan bo'lsa, meni bolam o'ldi axir. Do'maga e'tibor berasizmi? Nuqur bolangizni ko'tar qilasiz. Mana kecha 500 ming pul sumkamdan o'g'irladi. Shuni sizga aytdim axir. Kerak bo'lganda so'ramasdan olganda pul kerak bo'lsa mana beraman. Ko'niga qaragin. Nima kerak bo'lsa olgan. Bolalarga olib bor parkka aylantirgan. Ketmasa pul beraman, yana kartanga tushirib beraman. Shuncha qarasam ham onasini o'rnini bosa olmas ekanman-da. O'gay bir ona bo'la olmas ekanda. Aytganini qilsam, shirin ovqatlar pishirib bersam, sizga yo'q bu narsa deydimi? Hech nima degani yo'q. Yanada yaxshiroq qaradyapman. O'zimni bolamdek qarasam bolangizga. Doim ko'niga qarayman. Bozorlarga bor, do'konlar aylan, u bu narsa ko'nglingni ko'tarib ket. Bolani ham aylantirib ketyapman. Men ishga ketdim bo'lmasam. Ketdingmi xo'jayin? Telefonim qolib ketdi, shuni olib chiqib yuboray. Xo'p, xo'jayin. Voy yetimcha, nega mana bunga ishlatdi? Nima degan qilib? Qo'rqib qilaman. Qara, hamma yoq o'sib-da. Ay, uxlab qo'yapti. Yo'q, hozir qilaman. Oyi. Ur, nega qarab turibsiz? Ur. Dadajon, oyimni urmang. Ayb menda aytgan ishlarni qilmadim. Bola o'rnayman, Xudoni o'zi urib qopti-yu mana. Ey, mani ur mana. Bola, onangni omonatiga sodiq chiqolmadim, meni kechir. Onajon, uyga sig'may ketyapman. Kunduz chopib, tun chopib, sizga yetmay o'tyapman. Devordagi osiqliq ro'molingiz yig'laydi. Uy ichida charx urib, uvolingiz yig'laydi. Tez yordamga yo'l beramiz, yo'l ochamiz. Короче, bolalarga choyxona esingdan chiqmasin. He, bo'ldi dedim hozir. Davay, gaplashamiz, bo'pti. O'zingni asra. Kelo qamislar. Qo'shida git. Sabr qilasizlar. Doktor bir narsa qilinglar, iltimos saqlab qo'yinglar. Jon qizim, iltimos. Jon qizim, asina sabr qil. Jon qizim. Skori yo'l beramiz. Asina sabr qil. Hozir yaxshi bo'lasan. Parklarga boraman qizim. Sabonga olamiz yo'lni, sabonga olamiz, yo'lni ochamiz. Qochmaydimi yo'lda? Dada, yordam bering. Doktor!
narsa qiling, iltimos saqlab qoling qizimni, iltimos. Ular degan hamma ish qilamiz. Ko'ryapsizmi, yo'lda tirband, ustiga shoferlar yo'l bermayapti bizga. Tez yordam yo'l beramiz, o'ngga olamiz, yo'lni ochamiz. Sorry lah.